aqliy rivojlanish, nutq, diqqat kabi funksiyalarda yaxshi yordam beruvchi ensifabol dorisini ko'pchilik eshitgan. Afsuski bu dori hozirda sotuvda yo'q. Uning o'rniga Cerebral Life dorisi chiqdi. Cerebral Life dorisi tarkibi peritinol bo'lib, bolalar va kattalardagi bir qancha miya zararlanishlarida qo'llaniladi. Ularning ichiga ZPR, ZRR, gepaksik ishemik ensefalopatiya, kattalardagi insult va uning asoratlarini davolashda juda yaxshi yordam berib kelmoqda. Hozirgi kunda Toshkentdagi bir qancha nevrologlar tomonidan amaliyotda sinab ko'rilib, juda yaxshi effekt berayotgani ko'rilmoqda. Cerebral Life dorisi nervlardagi qo'zg'aluvchanlikni pasaytiradi, neyronlarga oziq modda yetib kelishini ko'paytirib beradi va bosh miyadagi qon aylanishini yaxshilaydi va nervlardagi o'tkazuvchanlikni tezlashtirib beradi. Va shuni hisobiga diqqat, nutq, xotira kabi markazlarda neyronlar faoliyati tiklanadi. Albatta, Cerebral Life dorisini nevropatolog shifokor yozishi shart. Bolaning holatidan kelib chiqib, shifokor tomonidan buyuriladi. Chunki bu dori ham sudirgi kabi bir qancha holatlarda mumkin emas. Agarda farzandingizda nutq kechikishi, ZPR, ZRR, sensomotorniy alaliya, STVG shunga o'xshash holatlar bo'layotgan bo'lsa, Cerebral Life dorisi sizga effektiv yordam berishi mumkin.